Allohning al-badi degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, alhamdulillah, va salatu vassalam ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvende dehqonlarga Ustad Abduvali Qori rahimahullohning Qur'on va sunnat nuri ostida Alloh subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirlari darsliklaridan Allohning al-badi degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da auzu billahi minash shaytonir. Allohning al-badi degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Allohning bu ism sifatlari Qur'onda 2 yerda tilga ilingan. Ya'ni sura Baqara 117-oyatida tarjimasi Alloh osmonlar va zaminni yo'qdan bar qilg'uchidir. Bir ishni vujudga keltirishni iroda qilsa, vujudga kel deydi-da, u vujudga keladi. Al-badi hech misli ma'lum bo'lmagan zot demakdir. Bu zotning zotida, sifatida, fe'illarida va shu zotning o'ziga mansub bo'lgan ishlarning biror birisida hech o'xshashi yo'q demakdir. Bu mutlaq al-badi faqat Alloh subhanahu va taolo o'zi uchundir. Banda al-badi sifatini bilgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tarjimasi Allohning xulqi bilan xuluqlaninglar degan amriga bo'ysunib, har bir banda biror bir xususiyat bilan xos bo'lgan bo'lsa, mana Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlikni oxirlashtiruvchi zot bo'ldi. Bashariyatda toki qiyomatgacha bu zotdan hech kim bu xususiyat bilan sifatlanmaydi. Payg'ambarlar o'tdi, lekin payg'ambarlikni tamomlovchi bo'lgan zot Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bu xususiyat xosdir. Agar boshqa bandalar o'zining asrida biror bir xususiyat bilan Alloh tarafidan xos qilingan bo'lsa, olim bo'lgan bo'lsa, o'zining shaxsiy ahvolini tuzatgan bo'lsa, odamlarga ma'lum bo'lmasdan qilib ketayotgan shariatning ilmlarini o'rgatishdek boshqalarga nisb bo'lmagan xususiyatlardan biror xususiyatni olsa, Allohning al-badi sifatidan ulush ajratib bergan bandalarning qatoridan hisoblandi. Ba'zi kishilar biror bir makonda yoki zamonlarda o'ziga xos bir xususiyat bilan bo'lishi mumkin. O'tgan tarixda olimlar insonlarga ko'p miroslarni qoldirib ketgan. Shu olimlar ma'lum bir zamonlargacha eng peshqadam olim bo'lib yashagan kishilar ham al-badi sifatidan ulush nisb bo'lgan kishilar hisoblandi. Qur'on va hadislarda Alloh subhanahu va taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura An'am 101-oyatida tarjimasi Alloh osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning xotini yo'q tursa, qandaqmi balasi bo'lsin, hamma narsani Alloh yaratgan, hamma narsani Alloh obdan bilguchidir. Sura G'ofir 57-oyatida tarjimasi osmonlarni va zaminni yaratish albatta insonlarni yaratishdan ko'p qiyindir. Va lekin insonlarning ko'pchiligi buni uqmaydi. Alhamdulillah, yuqorida Alloh subhanahu va taolaning al-badi degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Kelar qitimda Alloh subhanahu va taolaning go'zal ism sifatlaridan al-baqi degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.